Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Eng ahmoq, eng jinni odamlar hammasi shu O'zbekistonda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qarang, shulardan bittasi menda. Qarang, shuncha qo'yim bor, shuncha molim bor. Lekin men buxanka bilan tuxum yeb yuribman. Nimaga sababini bilasizlarmi? Chunki molni ko'paytirishim kerak, sotib puliga uy qurishim kerak. Katta qilib uy quraman-da, keyin o'sha topgan pulimni uyga tiqaman, remontiga. Remont. Bir 10 yil remont qilaman. Nimaga sabab? Sababi ko'rganlar, "Voy, zo'r uy quribdi. Shunaqa" deyish uchun. Faqat shu maqtanchoqlikda bizanki. Faqat shu maqtanchoqlik. Bir yeb ichishdan darak yo'q. Faqat shu uy qur, uyni remont qil. Xullas shunaqa. O'z fikringlarni qoldiringlar, to'g'rimi, yo'qmi gaplar?